Xo'p, bolalar o'z tilida birinchi bo'lib ta'lim olsa, o'qish, yozishni o'rgansa va hayot haqida, jamoat haqida va boshqa hayot sohalari haqida ma'lumot olishni o'z ona tilida boshlasa, bu ma'lumotlar, bu bilimlar yaxshiroq uning miyasiga, uning aqliga singadi va hamisha unutilmaydigan bo'lib qoladi. Aksincha, agar o'z ona tili bo'lmagan boshqa bir ajnabiy tilda, ya'ni o'zi uyida so'zlamagan bir tilda ta'lim olishga majbur etilsa, u albatta ona tilining kayfiyaticha bo'lmaydi va u tilda o'rganishi va ko'plab narsalarni aqliga sig'dirishi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham dunyo miqyosida har yilda bir kun ona til kuni deb nomlangan va butun dunyo mamlakatlarida bu qutlanadi va tajlil etiladi. Mamlakatimiz Afg'onistonda ko'plab qavmlar va millatlar yashaydi. Bu yer Afg'oniston deb atalgan bo'lsa ham faqat afg'on qavmiga, ya'ni pashtun qavmiga oid bir mamlakat emas, chunki ulardan oldin, ya'ni bu ülkega bu nom berilmasdan oldin ko'plab xalqlar, ayniqsa turkiy xalqlar ming yillar bo'yicha yashab kelgan, bu yerda madaniyatlar havzasini yaratgan va o'zlaridan o'lmas asarlar qoldirganlar. Til haqida ham so'zlamoqchi bo'lsak, bu yerda bu Afg'oniston